Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa, qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin va qurultayning sobiq fond raisi Abdujil Ahmad Qarajimlardan tarkib topgan qurultay hay'ati 20 noyabr Germaniyaning Köln shahriga joylashgan Yevropadagi eng chong turk tashkilotlaridan Milliy ko'rish tashkilotining markaziy organini ziyorat qildi. Mazkur tashkilotning raisi Kamal Ergun va muavin raisi Murat Ilar apandilar bilan ko'rishgan qurultay hay'ati uzun yillardan beri davomlashib kelgan ikki tashkilot o'rtasidagi hamkorlikni buningdan keyin texmi kuchaytirishning zarurligini ta'kidlashdi. Milliy ko'rish tashkilotining raisi Kamal Ergun apandimmi Dunyo qurultiyi bilan hamkorlashib Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikqa va insoniyat qarshi turli zulmlarga uchrayotgan Uyg'ur xalqiga qandoshlik va qarindoshlik burchini o'tashga tayyor ekanligini va buningdan har vaqt sharaf his qilganliklarini bildirdi. Oktyabr oyida o'tkazilgan 8-navbatlik Dunyo qurultiyining umum vakillar yig'iniga sharaf mehmon sifatida qatnashgan Milliy ko'rish tashkilotining muavin raisi Murat Ilari apandimmi saylamning nihoyat demokratik va madaniyatli shaklda ilib berilganligini yig'in qatnashgan chet ellik diplomatlar, tadqiqotchilar va kishilik huquq faoliyatchilarining ko'pligini Dunyo qurultiyining muhojiratlik Uyg'ur jamoati va G'arb demokratik ellarining e'tirof qilishiga erishgan mikro davlat shaklidagi bir organ ekanligini va yangi navbatga saylangan qurultay rahbarlik hay'atining buningdan keyingi xizmatlariga texmi utuq tilaydiganligini bildirdi. Uchrashishdan keyin Dolqin Aysa, Turg'unjon Alovuddin va Abdujil Ahmad apandilar Duisburg shahriga berib, muhojiratga chiqqandan beri vatan, millat uchun tinimsiz kurash qilib kelayotgan peshqadam axborotchi Sharq Turkiston informatsion markazining boshlig'i Abdujil Qarqash apandi bilan ko'rishib, uningdan hol so'radi. Reuters agentligining iqtisodshunoslar orasida elib borgan raysinash natijasi ko'rsatilishicha, Amerika kelar yilning 5-ida Xitoydan import qilinadigan mallarga 40% yaqin tamojna beji elishi, buning natijasida dunyoda ikkinchi chong iqtisodiy kuch hisoblangan Xitoy iqtisodining eshishi 1% tovanlishi mumkin ekan. Yaqinda Xitoy mamlakatli xalq qurultiyining yig'inida qiyin ahvolda qolgan Xitoy iqtisodi va Donald Trampning Xitoy bilan yangi savdo urushini boshlash ehtimoliga qarata yangi qaror ma'qullangan edi. Xitoy yana yerlik hukumatlarning g'oyat zo'r qarzini to'lashga yordam berish uchun 1 trillion 400 milliard dollarlik iqtisodni rag'batlantirish programmasini jakarlagan edi. Xitoy nüfus azayotgan bir vaziyatda Xitoyda 90 millionga yaqin turalg'i uyning quruq holatda turishi, uy mulk shirkatlari va yerlik hukumatlarning qarz patqiga betishi, Xitoyning ba'zi joylarida 2021 yildan buyon uy bahosining taxminan 30% tushib ketishi, sanoat kirimining o'tgan bir yilda 17,8% tövənlishi Xitoy iqtisodiga og'ir zarba bergan asosli omillar hisoblanmoqda. Andres Korga o'xshash analizchilar Xitoy mallariga yuqori miqdorda tamojna beji qo'yish Amerika uchun, bo'libmi Amerika sanoati uchun foydali ekanligini, bir tarafdan Amerikaning eksportini ko'paysa, yana bir tarafdan Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy va siyosiy muzokaralarda Amerika tarafining qo'lini kuchlantirganligini ilgari surmoqda. Yevropa İttifaqı Kengashining bayonotiga asoslanganda 20 noyabr kuni Yevropa İttifaqı majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Yevropa İttifaqı bozorlarida sotilishini cheklaydigan maxsus qonun tasdiqlagan. Bu Yevropa İttifaqıning majburiy emgak orqali mahsulot ishlab chiqargan va qonunsiz mahsulotlarni setib foydalanayotgan shirkatlarni surishtirishdagi hal qilg'ich qadam deb qaralmoqda. Majburiy emgakning oldini olish nizomi deb atalgan bu qonun Yevropa İttifaqı tavasidagi barliq davlat organlarining majburiy emgak bilan yasalgan mahsulotlar va zapchastlarning Yevropa İttifaqı bozorida qisman yoki butunlay sotilishini cheklashni talab qiladi ekan. Bu qonun yana har qaysi shirkatlarning ta'minlash zanjirlarida majburiy emgakdan foydalanishning oldini oldi ekan. Yevropa İttifaqı Kengashi e'lon qilgan bu bayonotda yana mundaq deyilgan. 2022 yildagi Xalqaro emgakchilar tashkilotining zamonaviy qulluqi bo'lgan mo'lcharcha butun dunyo miqyosida 17 million 300 ming odam majburiy emgakning ziyonkashligiga uchramoqda ekan. Bu son 2016 yilidan 2021 yilgacha bo'lgan oralikda 8% oshgan. Uningda deyilishicha 3 million 900 ming kishi vatanimiz Sharq Turkistonda, Turkmaniston va Shimol Koreya qatorliq davlat va rayonlarda majburiy emgakning ziyonkashligiga uchramoqda ekan. Shirkatlarning xususiy egiligidagi majburiy emgakdan olgan foydasi har yili 63 milliard 900 million dollardan oshadi ekan.
Yevropa İttifaqı Kengashi tasdiqlagan bu qonunning Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarini Xitoydan import qilishni cheklashda muhim rol o'ynaydiganligi ilgari surilmoqda. Tangirtaq to'rining 11 ayning 20 kundagi xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning Qarmay neftlikida milliard tonnalik neft zapasiga ega Maxu neftlik bayqagan Xitoy geologiya mutaxassisi Tang Yongga atalmish Xinjiang pan-texnik alayda mukofoti berilgan. Mazkur xabarda deyilishicha, 11 ayning 20 kuni ochilgan atalmish Xinjiangning pan-texnikasida yangilik yaratish yig'inida atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi neftliklarda 35 yil ishlagan Tang Yong maqtab ko'kka ko'tarilgan. Tang Yong mundaq degan: "Men Maxu neftlikidek 1 milliard neft zapasiga ega neftlikdan yana birini topaman." Xabarda yana 2012 yili Sharq Turkiston neftlikining neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori tunji qitim 10 million tonnadan oshib, 2023 yili 18 million 60 ming tonnaga yetganligi alayda tilga ilingan. Xitoy hukumatı 2000 yillarning boshlarida vatanimiz Sharq Turkistonda G'arbning gezini sharq o'tkash qurilishini bitirib rasmiy ishga kirishtirgan. Shuningdan buyanqi 20 necha yildan buyon Xitoy hukumatı vatanimizdan chiqayotgan g'oyat zo'r neft boyligi bilan Xitoyning energiya ehtiyojini qamdayotgan. Tarım oymonligidan Xitoyga to'shayotgan tabiiy gaz bilan Xitoy o'lkalaridagi 500 million aholini qamdayotgan bo'lsa-mu, ammo bu boyliqlarning asli egisi bo'lgan Uyg'urlarning yaqinqi mezgillargacha yiqilg'i masalasi hal bo'lmay kelgan edi. Bo'libmi Janubiy Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning o'z zamindan chiqayotgan neft va tabiiy gaz qatorliq boyliq manbalaridan bugunga qadar bahramon bo'la olmayotganligi ma'lum. Xitoy hukumatı bir tarafdan vatanimizdagi tabiiy boyliqlarni talon-taroj qilsa, yana bir tarafdan vatanimizning tabiiy muhitini og'ir darajada bulg'ayotganligi bilinmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.